Shimoliy Koreyaning tong yulduzi Kim Je-u kim? Shimoliy Koreya dunyodagi eng yopiq mamlakat, ammo so'nggi paytlarda dunyo nigohi bir qizaloqqa qaratilgan. U Kim Je-u, Kim Chen Inning qizi. U ilk bor 2022-yilda qit'alararo ballistik raketa sinovi paytida otasining qo'lidan tutib chiqqanda ko'rinish berdi. O'shanda hech kim bu qizaloq tez orada mamlakatning eng muhim shaxslaridan biriga aylanishini kutmagan edi. Davlat ommaviy axborot vositalari uni avvalgi sevimli farzand, keyinroq muhtaram farzand deb atay boshladi. Eng qizig'i, yaqinda uni buyuk rahnamo deb ta'riflashdi. Bu atama odatda faqat oliy rahbarga nisbatan qo'llaniladi. U harbiy paradlarda generallarning ta'zimini qabul qiladi, muhim davlat tadbirlarida markaziy o'rinda o'tiradi. Ko'pchilik tahlilchilar Kim Je-u allaqachon voris sifatida tayyorlanayotganini ta'kidlamoqda. U haqida ma'lumotlar juda kam. Taxminlarga ko'ra, u 2012 yoki 2013 yilda tug'ilgan. Uning ismini dunyoga ilk bor sobiq basketbolchi Dennis Rodman oshkor qilgan edi. Je-u nafaqat otasining sevimli qizi, balki Pxenyan elitasining yangi qiyofasidir. Uning kiyinishi, soch turmagi va o'zini tutishi Shimoliy Koreyadagi yangi ayol rahbarlar roli ortib borayotganidan dalolat beradi. Shimoliy Koreya tarixida hali ayol kishi rahbar bo'lmagan. Kim Je-u haqiqatdan ham hokimiyatni meros qilib oladimi yoki bu shunchaki kimlar sulolasining bardavomligini ko'rsatish uchun bir ramzmi? Buni vaqt ko'rsatadi, ammo hozircha u dunyodagi eng yosh va eng sirli siyosiy figuralardan biri bo'lib qolmoqda. Sizningcha Kim Je-u otasining o'rnini egallay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.